Bugun to'g'ri va noto'g'ri kommunikatsiya haqida gaplashamiz. To'g'ri kommunikatsiya ishga qabul qilinishning 50% kafolati bo'la oladi. Masalan, ish beruvchiga faqat assalomu alaykum deb yozib, javobini kutib o'tirish. Bu uning vaqtini o'g'irlash hisoblanadi. Bittagina gapingizni 5 ta qisqa xabarga bo'lib yuborish. Fokusni buzadi va g'ashga tegadi. Ish bo'yicha ish vaqti tugagandan keyin 6-7 larda qo'ng'iroq qilib, savollar berish yoki vakansiya haqida so'rash. Qo'ng'iroq qiluvchining shaxsiy chegaralarini hurmat qilmasligidan dalolat beradi. Qo'ng'iroq qilib, ikkinchi liniyaga tushganda telefonni qo'ymasdan kutib o'tirish. To'g'ri kommunikatsiya qoidasiga ko'ra, qo'ng'iroq qilishdan oldin qo'ng'iroqlashsak bo'ladimi? 2-3 daqiqa vaqtingizni olaman deb savol berib yozish kerak. Ishga kirmoqchi bo'lgan nomzod hamma ishni qilaman, meni ishga olsangiz afsuslanmaysiz, nima ish bo'lsa ham qilaveraman deb yozishi. Demak, bu kadr ish bermaydigan kadr. Nomzod ish beruvchi bilan suhbatga rasmiy yoki casual kiyinib, orasida ko'rinishda va suhbat boshlanishidan 10 daqiqa oldin kelib turishi Bu haqda ijobiy taassurot qoldiradi. Bu esa muvaffaqiyatning 50% degani. Suhbatdosh haqida paydo bo'lgan birinchi taassurot u bilan kelajakdagi munosabatlaringizga fundament qo'yadi.